Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Xudo xolisa, Navoiy kolxozida bitta ko'rsam, Navoiy kolxozida Abror polvon kelganlar o'zlari sinab ko'rishga 2 kilolik somsamiz bilan hayla o'yinimizga kelganlar. Agar akamiz g'olib bo'lsalar, turizm yuzta pul mukofoti beriladi. Agar akamiz rekord yangilasalar, $100 pul mukofotini qo'lga kiritiladi. Son faiz mebellar bo'ladi. 300 ming so'm chegirma berishgan, zavoddan ham kachib kunni chiqarib berishadi. Boringlarga shukur. Rara Pro akamizdan $500 dan $1000 gacha chegirma berganlar. 13 ta viloyatdan bemalol qurilish zakaz qilib, akani vaucherda foydalansanglar bo'ladi. Handikor Jizzax bo'ladi. Buni bilganlar biladi, bilmaganlar Armonda o'tadi aziz yurtdoshlarimiz. 1 million so'mga 200 ming, 2 million so'mga 300 ming so'm chegirma berganlar. Mohina tortlari bo'ladi, juda mazzali bo'ladi. Hozir g'olib bo'lasiz-ku, tortchani olasiz, uyga borasiz, oilaviy semeyni bayram qilib nishonlaysizlar xudo xolisa. 3 2 1 let's go akalarimiz, o'yinimiz boshlandi. Aziz yurtdoshlarimiz, mana degan quruvchilardan 10 talikdan bittasi shu akamiz bo'ladilar. Bosh bo'lishlariga qaramay kuchli tadbirkor bo'ladilar. Biz akani kuzatib boramiz. Xudo xolisa, juda katta proyektlar bor. Bizga homiy bo'lib kiradilar. Domlaga chiroyli vaucherlarni berar ekanlar, xudo xolisa. Polvon akamiz polvon o'g'illari bo'ladi. Bitta o'g'illari uchun chiroyli qarsaklar chalamiz. Keling bu yerga, yaqinroq keling. Keling Muhammad Ali, keling bu yerga. Dadangizni ikkitalash qo'llab-quvvatlab turamiz. Muhammad Ali, dadangiz g'olib bo'ladilar. Aka, somsamiz tam sizga ma'qul keldi. Yo'qmi? Har doim somsa yeymiz-ku o'zi. Rahmat. Kattasida menimcha endi 2-marta yo 3-marta deb ko'rishingiz. Kattasidanmi? U 2-marta. 2-marta. Ta'mlari sizga ma'qul keldi, ha? Go'shtlarimiz aytilganda tushonka bo'lib pishgan, xamirlarimiz yo'q. Qaylamiz qanday ekan? Mana shu haydashga yo'q ekan. Qayla yo'qdaligini, Jizzax somsa markazida hammani kutib qolamiz. Boringlarga shukur. Iftorlik, saharligi ham 24 soat, 24/7 xizmatinglarda Jizzax somsa markazi. Bemalol telefon qilib, zakaz qilib, xohlasanglar dastlabki qilib chiqarib beramiz. Boringlarga shukur. Bang.